Mana Avstriya. Uylarni bezatib qo'yishdi qilib har xil narsalar bilan. Mahallada hech kim marta tiriz yo'q, lekin mana velosiped mingan, yurgan, aylangan, shlemlarni kiyib olib keltirishadi. Svetotражающий narsalar kiyib. Xo'p, mana bu yerda magazin ham bor ekan. €4. 125 gram €4. Asal har xil narsalar ekan. €12. Mana asal. 1 kiloliga €15, 500 gramliga €8. Mana kassa. Nekka nimalar yozilar ekan? Talablar yozilarmikan? Menimcha mana vizitka ham talablar bo'lsa kerak. To'g'ri yozish shekilli mana. Xullas ajoyib. Mana shu velosiped minishni gapirib charchamayman-da. Yosh-u qari, choli kampir sportini kiyib olib velosiped minishadi. Mana прогулка qilib yurganlar. Lekin mahallasiga kirsalar, mahallasi bironta trinzoq yo'q mahallada. Bironta odam ko'rinmaydi mahalladan. Halo?